Bismillahirrohmanirrohim. Aql va fazl. Aql g'urbatni ulfat qiladi va yo'qlikni inkor etadi. Undan afzalroq mol yo'q. Biror kimsaning dini, aqli to'liq bo'lmagunicha komil bo'lolmaydi. Aql bir ismki, to'g'rilik yo'li bilan ma'rifat ustiga tushadi. Ilm xatolardan saqlanish bilan ro'yobga chiqadi. Inson aql darajasining avvalida adib deb ismlanadi. So'ng arif, so'ng labib, so'ng oqil yoki aksincha makr chegaralarning boshiga kirsa, uni shayton deyiladi. Agar tug'yonda oshib ketsa, marid, agar shundan ham oshsa, abqori, agar juda yomonlikka berilsa, ifrit deyiladi. Shuningdek, johil ham avvalgi darajasida ma'iq, so'ng roqi, so'ng unik, so'ng ahmoq deyiladi. Allohning o'z bandalariga bergan afzal ne'matlaridan biri bu aqldir. Alloh inson uchun taqsim qilgan eng afzallik uning aqli. Yaxshilikda unga teng keladigani yo'q. Agar Rahmon insonga aqlni komil qilsa, uning axloqi va ehtiyoji komil bo'ladi. Oqiliga g'am chekishlik joiz emas. Chunki g'am foyda bermaydi. G'amning ko'pi aqlni ayblaydi. Xafagarchilik yo'qotilgan narsani qaytarib bera olmaydi. Va doimo xafa bo'lishlik aqlni qisqartiradi. Oqil inson balo kelmasdan oldin kasallikka qarshi kurashadi va unga tushib qolmasdan oldin ishni daf qiladi. Agar unga tushib qolsa, rozi bo'ladi, sabr qiladi. Xullas, oqil kuchi yetganicha birovni qo'rqitmaydi, xavf ustida turmaydi va unga yo'l topadi. Hazrati Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Odam alayhissalom jannatdan tushgach, Jabroil alayhissalom unga keldi. Dedi, men senga 3 narsani tanlatgani buyurildim. Bittasini tanla va ikkitasidan voz kech. Odam alayhissalom ular nimalar dedi? Hayo, din, aql dedi. Odam alayhissalom aqlni tanladim dedilar. Jabroil alayhissalom hayo va dinga ketinglar deb duo qildi. Hayo va din dedilar. Biz aql qayerda bo'lsa, u bilan birga bo'lishga buyurildik dedilar. So'ng Jabroil alayhissalom ko'tarildi va o'z bilganlaringiz dedi. Ravzatut Uqala bit-Tarif kitobidan arab tilidan tarjima qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.